Assalomu alaykum, Ekazamin Begim YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimizga xush kelibsizlar. O'tgan safargi videomizda shu Kaliforniya omilchi o'lchaklar haqida ma'lumotlar berdik. Ya'ni bu Kaliforniya omilchi o'lchaklarimiz chirindiga boy mahsulotlarni yeydi, ya'ni chirindiga boy mahsulotlarni yeb bizga organik o'g'it, ya'ni Begim ishlab chiqarib beradi. Ya'ni hozirgi videomiz shu Kaliforniya omilchi o'lchaklarimiz qaysi mahsulotlarni yeb, qaysi mahsulotlarni yeyolmaydi, shuni sizlarga aytib o'tib ketmoqchimiz. Videolarimiz yoqsa birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar xursand qolamiz. Qani bo'lsam boshladik. Kaliforniya omilchi o'lchaklarimiz eng asosan yeydigan mahsuloti bu mol go'ngi, qo'y go'ngi, ot go'ngi hisoblanadi. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, molli go'ngini ustiga biz qo'ydi go'ngini tashab qo'yganmiz. Ya'ni nimaga tashab qo'yganimizni hozir aytib o'tib ketaman. Eng yaxshi iste'mol qiladigan bu mol go'ngi hisoblanadi. Qo'y go'ngini o'zini tashasangiz, o'zini yeyolmaydi. O'zini yesa ham juda ko'p vaqt yetib qoladi. Chunki ko'rib turgansam o'zlaring ana bunday qo'ydi go'ngini mana shunaqangi dona-dona go'ngi bo'ladi. Bu ustida nima edi? Qattiq qatlam bo'ladi-da, qo'ydi go'ngini mana shunday ustida qattiq qatlam bo'ladi. Shuning uchun cho'lchaklarimiz yeyishga qiynaladi-da. Yeyishga ancha vaqt ketib qoladi. Shuning uchun molni go'ngiga aralashtirib bu qo'ydi go'ngini mana ustiga sepib qo'yganman, ko'rib turibsizlar. Bu sal yangiroq go'ngni ustiga tashab qo'yganman. Bu 1-2 kun turgandan keyin mana shu go'ngimiz ustiga ham buni uyib tashab qo'yamiz. Olib kurayda tashlaymiz. Xullas o'sha tashayotganimizda xullas aralashib, shu go'ng bilan aralashib ketadi-da. Keyin mana shu go'ngimizda qizish jarayoni bo'ladi. Shu qizish jarayonida mana shu dona-dona go'nglari ham parchalanib ketishga moyil bo'ladi. Qizigandan keyin mana shu dona mana shunday parchalanib ketadi. Qizigandan keyin kuyib ham ketadi-da, bir xil vaqtda kuyib ketadi. O'shanda mana shunday parchalanib ketadi. Mana shu go'ngimiz shu parchalanib ketganda buni ham yeyishga ancha qulay bo'ladi. Xo'p, endi otda go'ngini aytadigan bo'lsak, otda go'ngi namlikni o'zida yaxshi saqlamaydi, molnikiga o'xshagan. Molniki namligini yaxshi saqlaydi go'ng. Shuning uchun otni go'ngini ham iloji bo'lsa molni go'ngiga aralashtirib berilsa, ham tezroq yeydi, ham namligini saqlab tezroq yeyishga moyil bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Cho'lchaklarimiz yeyishga yaxshi bo'ladi. Quruq o'zini otni go'ngini berib qo'yganda molnikiga aralashtirib, ikkovini ham molnikiga aralashtirib berilsa yaxshi bo'ladi. Xo'p. Mol qo'ylarning go'ngidan, otni go'ngidan tashqari cho'lchaklarimiz shu mol qo'ylardan chiqadigan nushutlardan yeydi. Ya'ni qanaqa nushutlar deydigan bo'lsangiz, somon, poxol, silios nushutlari, misol silioslardan nushut chiqadi, misol silios nushutlari, keyin daraxtlarimizning barglari, har qanday daraxtlarning barglarini yeydi. Ya'ni terakning barglari bilan, mevali daraxtlar bilan hammasidan tushgan barglarni cho'lchaklarimiz yeyishga moyil bo'ladi. Ya'ni mana shularni ham qish payti ustiga tashab qo'yilsa ham o'ziga issiq bo'ladi, ham bularga ozuqa sifatida bo'ladi. Yana cho'lchaklarimizni ko'payishga moyil bo'ladigan ozuqalardan ham aytib o'tib ketamiz. Ya'ni cho'lchaklarimiz ham yaxshi iste'mol qilishadi, ham tezroq ko'payishga yordam beradi shu mahsulotlarimiz. Hozir bularni ham aytib o'tib ketamiz. Ya'ni yeyishga yaroqsiz bo'ladigan qovunlar, tarazlar, ulardan o'zimizdan misol qovun tarbiz yeganimizdan keyin ulardan chiqqan po'choqlar, xo'jalikdan chiqadigan kartoshka, piyoz, po'choq, shunga o'xshagan har xil po'choqlarni cho'lchaklarimiz tashlasak ham bulardan yaxshi iste'mol qilishadi, ham tezroq ko'payadi. Undan tashqari shu yeyishga yaroqsiz yana meva-chevalardan bersiz bo'laveradi. Hozir misol tariqasida hozir sizlarga bitta mana shuni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu xurmo, mana bu bo'znab yeyishga yaroqsiz bo'lib qolgan xurmo. Bu xurmoni ham juda yaxshi iste'mol qilishadi, ham ko'payishga moyil bo'ladi. Bu xurmolarimizni cho'lchaklarimizni beramiz. Bu yerda hozir nima edi, ko'paytirgani mana bu yerda joy qilganmiz cho'lchaklarimizni. Mana bu yer o'zi ko'rayotgan bo'lsalaring, ozgina qorong'i bu yer. Aslida bu mol turgan joy, molxonani 3 ta molga joy qilganmiz. Keyin bu yerda qo'yga moslaganmiz. Qo'ylarimiz hozir molxonada turibdi, bostirma. Ya'ni yozda turadigan joy, mol qo'ylarimiz turadigan joy. Bu yer ham bo'sh turmasin deb mana shu yerga cho'lchaklarimizni, ya'ni inkubator desak ham bo'laveradi. Bu yerda cho'lchaklarimizni bu yerda ko'paytirib sotishga tayyorlaymiz bu yerda.
uzunligini aytadigan bo'lsak 3,5 ga 2 metr joyida turibdi mana shu o'lchanglarimiz. Mana shu yerdan xudo xolasa bir 2-3 kvadrat o'lchangimiz chiqadi. Bu yerda bular baribir bo'sh turgan bilan foydasi yo'q. Shuning uchun bu yerga ham cho'lchang tashlab qo'yganmiz. Cho'lchanglarni hozir ko'rsatay desak baribir qorong'i, baribir ko'rinmaydi. Xo'p, mana shu yerga shu uydan chiqqan shu yeyishga yaroqsiz bo'ladigan narsalarni mana shu yerga tashlaymiz. Cho'lchanglarimizni ko'paytiramiz. Xo'p, yana tashqariga chiqib olamiz. Shunaqangi ishga yaroqsiz mahsulotlarni bersalar, xudo xolasa cho'lchanglarimiz tez ko'payadi. Hop. Yana bu yerlardan ham sotuvga bu yerlardan ham olamiz va cho'lchanglarimizni mabodo hali nima deydi? Yetmaganiga shu yerdan olamiz degan bo'laveradi. Cho'lchanglarimiz asosan shu yerdan cho'lchanglarni olib, keyin bu yerlardan olamiz sotuvga. Xo'p. Yana cho'lchanglarimiz yana yeydigan mahsulotlari bu qog'oz mahsulotlarini ham yeydi, ya'ni kartonlardan tashlab qo'ysalar yo'radi. Xo'p, endi yemaydigan mahsulotlarni aytadigan bo'lsak, ya'ni yeyolmaydigan mahsulotlar desak bo'laveradi. Ya'ni tosh, beton, shisha siniq, salafan, plastmassa mahsulotlari, paket mahsulotlari, temir mahsulotlari, shunga o'xshagan narsalarni cho'lchanglarimiz yeyolmaydi. Undan boshqa hamma narsani cho'lchanglarimiz yeydi. Aytib o'tdik barchasini. Yana qanaqangi savollaring bo'ladigan bo'lsa, shu kommentariyaga yozib qo'ysalar, hammasiga javob berib o'tib ketamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar xursand qolamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.